Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Do'stlar, bizlar Civic Orlando'ga qoldi. 2015-yil avtomat korobka ekan bu do'stlar. Mashinada 4 ta nimchak balon paket qo'yilgan dedi egalari. Mashina 100% radnoy. Lyuk hamma narsasi bor do'stlar mashina. Mashina do'stlar haqiqatdan ham akkuratni haydalgan ekan. Mashinada birdamchi kraskasi yo'q. Avtomat korobka. Salonga qarang buni. Motor yo'q turibdi hali. Bu mashinamiz 119.000 km yuribdi ekan. Motor korobka hech qanday ishi yo'q. Do'stlar, mashinamizning bahosini 140 million so'm aytamiz. Üstüne gelseniz de üstünde hayır pulu qaytib beriladi. Mashina qiziqadi uchun telefon nomerini past yozdirib qoldiramiz. Telefonlashib, faollaşib kelaverasizlar do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.